Sarapajon, qalaysiz assalam? Yaxshi o'tiribsizmi? Sarapam yangi mavzuga olib kelibdilar. Xudo xolasa 2026-yilga juda chiroyli qo'shiqlar. Hozir shunga ohang tanlab o'tiribdilar. Mana bu yoqda ham shu haqida suhbat ketyapti. Mo'ldapam, Dilfizapam aynan shu qo'shiqlarni ko'rib chiqishyapti. Umiga hozir aytyapman, menga bitta qo'shiq qilib bering. Chunki umi mungli qo'shiqlarni juda chiroyli ijro etadi. Xudo xolasa. Bunaqasi bo'lish biz aytolmaymiz umida mungli qo'shiqlarni. Shuning uchun o'tiribman. Umijon. Lekin juda ham chiroyli mavzu olib kelibdilar. Ya'ni bolalikka bitta chipta beringlar, men otamni ko'rib kelaman, men onamni ko'rib kelaman, yopgan issiq nonlardan sizlarga ham olib kelaman degan juda chiroyli mavzu olib kelibdilar. Xudo xolasa rosa chiroyli qo'shiq chiqadi. Bilasizmi, hamma meni ko'rganda aytadi, yoshligim, bolaligimdek qo'shiqlaringiz yo'q. Yana bitta shunaqa qo'shiq qilib bering, ayting.